Assalomu alaykum. Kanalimiz kuzatuvchilari, bugun mana Xudo xolasa 24-may Namanganda 64-xalqaro gullar festivaliga tayyorgarlik. Xudo xolasa ertaga ochilish marosimi. Joylar bo'lingan, mana bu yil hammasi pulli bo'ldi. Xudo xolasa bilmadim, butun O'zbekiston bo'yicha hamma gulchilar shu yerdan topasizlar. Biyalar. Nomerlar hammasi pulli bo'ldi. Mana bu birinchi do'kon ekan bu. Aniya bura nima deyishyapti? O'zini ko'rmaganman opani. Billah, Xudo xolasa mana savdolar endi boshlanadi inshaalloh. Estomalar, giranlar, begoniya, mushkambar, koluslar mana siklamen. Hamma tayyorgarlik bilan ovora, hamma gul tushirgan, tergan, taxlagan shunaqa. Kaktuslar mana, kaktus shaydolariga va Nosir akamdan kaktuslar. Mana necha xillar bor ekan, men ko'p ham qiziqmayman. Ulanganlar mana. Nosir aka, estoma nechi pul ekan? 10 ming so'm mana estomalar, Xudo xolasa. Magnolia nima? Grand Flora nima edi? Nechi pul aka bu? Magnolia 12 ming so'm. Barg to'kmaydigan sorti. Optimga, Xudo xolasa. Tayyorgarlik, hammaniki tayyorgarlik beryapti. Qaysi? Yo'q, Nosir akamniki bu. Bu kaktuslar Nosir akamniki. Fuksiyalar ham shu yerdan topasizlar. Sorta o'ylar. Dilshod aka nechi xili bor fuksiyani? Dilshod akam dehqonchiligi, fuksiyalar Xudo xolasa. Nechi pul beryapsiz aka Optim? Optim o'zim bugun holatda 13 dan harakat qilyapmiz. 13 ming so'm mana Optim. Nomerini yozmayman chunki hammada bor, hamma sotyapti. Begoniya mana, big begoniya. Assalomu alaykum hoji aka, yaxshimisiz? Aka, qalaysiz? Sog'liklar yaxshi? Mana o'sha mashhur kaktus mana. Diametri bilmayman, qulochi yetmaydi. Aka, bir necha yil, 15 yildan beri qatnashyapti bu kaktusda? Yo'q, 15 yildan beri birdan boshladi. kaktusda 81-yildan beri. Men bilganimdan beri bo'lmasa bor ekan. 15 yil o'tgan bo'lsa. 81-yildan boshladi. 81-yil birinchi marta Kaktusda. Ya aka, gartenziyalar gullab qopti. Necha pul berasiz gartenziyani? 60 beribman. 60 ming, ha? Chiroyli holatda gartenziyalar. Aka, gullab qo'yamsizlar? Yo'q, endi. Gul endi aka, xudo xolasa. Kaktuslar. Qadrli gul saydolari, mana gul bayramimizga tashrif buyurishingizni oldin sizlarga tayyorgarlik ko'ryapmiz. Shoyat bergan mana mana shu yerda ekan, shoyat bergan aloqada. Tayyorgarlik xudo xolasa avjida, juda qattiq tayyorgarlik ertaga. Ochilish marosimi inshaalloh. Hammanglar taklif qilamiz. Buni oxirigacha sizlarga ko'rsatishga imkoniyatimiz, vaqtimiz yetarli emas. Sizlarga boshlanishini mana ko'rsatdik, xudo xolasa qiziqqanlarga. Bilishimcha barcha kuzatuvchilar bu yerga kelishga harakatida inshaalloh. Bog'ni ichida ham hozir yangiliklar ko'rsatamiz desam, bog'ni ichi beki ekan, sababi tayyorgarchilik bog'ni ichida ham. Bayramga tayyorgarlik. Xudo xolasa har kuni yangi videolar qo'yib turamiz. Kuzatishda davom etinglar. Biz endi o'rtada dehqonchiliklarimiz bilan ovora bo'ldik. Video qo'yishga vaqtimiz bo'lmadi.